dinning qaysi yeri, islomning qaysi yeri yo ketgan bo'lsa, shu yerni etishimiz vojib bugun. İslamның nereden ya ketken bolsa şunu bayqab chiqish kerak qarindoshlar. İslam bugün. Eğer Allah Subhanahu va Taoloning kalomiga amal qilinmaydigan tarafdan ya ketken bolsa şu kalomiga amal qiladigan yerda biz bo'lish kerak. İslam bugün. Peygamber Aleyhisselam'ның buyrug'i icra qilinmaydigan, Peygamber Aleyhisselam'ның sünneti ro'yobga chiqmaydigan yerdan ya ketken bolsa, Peygamber Aleyhisselam'ның sünnetini ro'yobga chiqaradigan yerda biz bo'lish kerak. Ebu Bekir radıyallahu anhu yaşı 60'dan aşkan vaqtda xilofat o'ldirdi. Yaşı 60 kirgan, 60'dan aşkan vaqtning o'zida Ebu Bekir radıyallahu anhu ümmetning icması bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki xalifasi bo'lib saylandi. Peygamber Aleyhisselam'ның xalifasi bo'lib saylangan vaqtning o'zida hammamizga ma'lum. Siratni shundoq qarasaqlam bu vaqtda shundoq bir Ebu Bekir radıyallahu anhuga bir mushkilat tug'dirgan bir vaziyatda Rasulullah'ның xalifasi bo'lib saylandi. O mushkilat nimada? O müşkilat Peygamber Aleyhisselam vafat bolgandan keyin Muhammed öldü, din tugidi deb murtatlab ketdi. Yana o müşkilat nimada? Biz namoz o'qisak bo'ldi, ammo zakatni bermaymiz. Zakat degandan xuz min amvalihim deb Peygamber Aleyhisselam buyruq qilgan Alloh taolo. Peygamberga bir tuq zakatni endi Abu Bakrga bermaymiz deb turib oldi. Yana o müşkilat nimada? Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam hayot vaqtida Usama ibn Zaydning 3000 kishilik qo'shinni Rum tarafga yo'lga sepib qo'ymoqchi bo'lganda. Lekin bular yo'lga chiqib bo'lolmagan. Ana shu vaqtda Abu Bakr xilofatga chiqib qoldi. Endi bu 3000 kishilik qo'shinni Rum tarafga mang'uzib etsa, sarxil qo'shin bo'lar. Madinada qo'shin qolmaydi qarindoshlar. Atrofdagi mushriklardan buni muhofazat qildigan, mudofaa qildigan qo'shin qolmaydi. Bu ham ansirashtirishlik, bu ham Abu Bakrning beshini qatirayotgan masala edi. Lekin yaşı 60'dan oshgan qari bovayning so'ziga quloq solgan qarindoshlar. Abu Bakr Siddiqni Umar ibn Xattob o'xshash shijoatlik sahoba ham Abu Bakrni maqsadini yondirmoqchi bo'ldi. Bu zakatni bermaganini nim deb urush ochsa, buning qamda nima bahonani otib turib urush ochsa Abu Bakr shuni to'xtab turdi dedi. Va Usamaning qo'shinini mangdirmay turdi, bu mangdirib qo'ysak Madinani kim qo'g'daydi, mujohidlar qolmaydi dedi. Va murtatlarga hozir kuchimiz yetmaydi bizning uni urush ochishga, qandaq murtatlar bak ko'payib ketdi. Bu jihatni ham yondirmoqchi bo'ldi. Lekin qari bovoy ayanqusu dinu va ana hayyun. Men hayot turib, men o'lmay turib din kelmayam deya Umar. Voy men o'lmadim ya taxi. Ma buvayning so'zi qarab. Men hayot turib din kelmaysiz qanday bo'ladi? Demak din bugun murtad chiqib din kelmaymoqchi bo'lyapti-da. Usamaning qo'shinini mang'uzmasak Rasulullohning arzusi bu. Rasululloh hayot vaqtida tayinlab qo'ygan buni. Buni mang'dirish kerak. Buni mang'dirmasak Rasululloh tayinlab qo'ygan ishni mang'dirmagan bo'lamiz. Bu jihatdan ham din kelmagan bo'ladi. Agar zakatni bermaganlarga urushashmasak, bu zakatni bermaganlarning yurigi yo'qini olib, aytgan bizga jangochida. Yana bu jihatdan din kelmaydi-da. Bunda qatmuqat dinning kemishiga men hayot turib qandoq chidayman Umar men hammani qilaman dedi. Qildi deb vaqt. Usamaning qo'shinini mang'dirdi. 3000 kishilik mujohidni yo'q silmadi. Murtatlarga qarshi jang ochdi. Hatta o'zim yolg'iz qolsam jang ochim dedi Abu Bakr. Bovay ey birodarlar. Qirg'an bovay, o'zim yolg'iz qolsam ma dinning qilchilik kemishiga yo'l qo'ymayman dedi. Zakatni bermaganlarga ham urush tanavun tatib qo'ydi. Buningdan bizga bir narsa chiqdi qarindoshlar. Abu Bakrda qirg'an bovay dinning nari yo ketgan bo'lsa shu yani etimi bugun men hayot turib, o'lmay turib, o'lsam mayli. O'lsam so'ralmaymi demoqchi. O'lsam so'rayman. Hayot turib din nerdan yuchiq kelsa men shu yani etmisam qanday bo'ladi? Men hayot to'sam endi sizlar bizdek birodarlar. Sizlar bizga o'xshagan yosh yigitlar. Yashi 30 ga 35 ga kuchga to'lgan, iymoni bor, dini bor, uning Qur'oni bor, uning payg'ambari bor. Abu Bakr'dek ayında büyük şeyh sahabi kiram radıyallahu anhumlar ba, mushundaq tarix manhajimiz ba, bir insan dinning yuchiq ketgan yerini ko'rib turib qarab tursak biz nima bo'lamiz endi qarindoshlar? Abu Bakr dedi, men hayot turib dedi. Agar biz hayot turib demak din kelmaygan yerini aytmaydigan bo'lsak biz o'lak qarindoshlar. O'lak biz. Bugun yer shartdagi musulmonlarning mushkulati shu. Buning ko'rinishda hayot musulmonlar. Hayat bula ko'rinishda. Menib turdi, ko'zlar pildirlab turdi, lekin dinning kelmagan yerini aytmaydi bu. Abu Bakr buni o'lakka o'xshatdi ya buni. Din kelmaysa men hayot turib qanday mumkin bo'lsin bu ishda? Bo'vay. Endi bilaklari kuchga to'lgan, tiplari kuchga to'lgan, iymonim bor deb da'vo qilayotgan, islomim bor deb da'vo qilayotgan, payg'ambarim bor deb da'vo qilayotgan insonlar ko'z oldida. Rasululloh mundaq dedi desa, u yerga amal qilinmasa, Allah subhanahu wa ta'ala mana buyurdi desa bu amal qilinmasa, Allah subhanahu wa ta'ala mana to'sdi desa amal qilinmasa, Rasulimiz buni buyruq degan desa amal qilib bo'lmasa, to'sib degan desa bu ishning aksini qilib olsa, bu dinning shu qadar kelmayganligini ko'rib turib hech ish qilmasa, bu insonlarga nima deymiz endi? Nima deymiz bunlar? O'lak deymiz bularni.
Ülek demey başka çare yok. İslamның Qur'anı bugün nereden çek ketdi? Bugün İslamның Qur'anı etiş için nimeler gerek? Kimler gerek? Bunu qandaq etiş gerek? Bunun sebebi nerede? Bunu tefekkür kılıp kardeşler. Mana bu kalbning uyg'oqligi. Mana bu bularning o'lmaganligidan derak bo'ldi. O'lmaganligidan derak bo'ldi. İnşallah Allah Subhanahu va taoloni shohid qilib aytimizki qarindoshlar, bugun hali o'qiyotimiz vatandan chiqqan risolani hoy. Mening bolalarım hijrat ketgan, bunu bizni unutib qolganmidi deydi. Allohning shohid qilib aytimizki unutib qolganmidi qarindoshlar. Takbir! Allohning shohid qilib aytimizki unutib qolganmidi. Ota-onalarimiz deydi, mening bolalarım bizni unutib qolganmidi, unutib qolganmidi qarindoshlar. Hey, ota-singillarimiz deydi, akalarimiz, ayollarimiz bizni unutib qolganmidi qarindoshlar. Bu din mushundaq yerdan yo ketib bordi bugun. İslam ümmetleri bunu bayqamayapti qarindoshlar. Din nereden yakası şu an etiş bu vacibat qarindoshlar. Qatmuqat vacibat. Allah'ın Kur'an'ı köydürüldü bugün. Peygamber aleyhisselam tilindi bugün. Peygamber aleyhisselamның Allah subhanahu wa ta'ala en faziletli pak degan ayollara zinaxor deb tuhmatlandi. Bu dinning yo ketganligi bugün. Lekin musulmonlar buni Twitter'da ko'radi, Facebook'da ko'radi, YouTube'da ko'radi. Hech bir qimirlaganning chapsi yo'q qarindoshlar. Bu o'lganlik deymiz buni. Ba'zi bir yerdan risola keladi-ki, ayollar, bu ümmetning erleri bo'lmasa biz qilili, ma ishni biz qilili, biz fidoilik qilili, biz jihad qilili, biz dinni biz qo'g'dayli deyotdi. Ular yana Allohni shohid qilib aytamizki, erlar bor qarindoshlar. Hay mujohidlar bor bu yerda. U ayollikda navbat tegmaydi bu yerda. Alloh iymoni va erkaklik va u yerda. Allohning dinini, Allohning kalimasini oliy qilimiz deyotgan butun narsadan voz kechgan beturkum erkaklik bor dunyoda. Abu Bakr radıyallahu anhu şu qiyirgan jiniga dinning yo ketgan yerini bayqidida jiddiy tadbir qo'llandi. Hammasini qildi. Musa ibn Nusayr va Tariq ibn Ziyad qarindoshlar. Bular fath qilib İspaniyaning biqillariga ketdi. Hatto bir dengizning qirg'i kelgan vaqtda bu dengizning oyonida yana bir diyar bo'lib qolsa, bir Allohning bir maxluqlari bor, insonlar bor diyar bo'lib qolsa, shu yerga ot salatim dedi. Yani bular dinning kengayishga rozi bo'lmagan qarindoshlar. Bular hayotlan bo'lsa dinning qilchilik kengayishga rozi bo'lmagan. Bir Hajjaj zalim qarindoshlar. Hindistonning orollarida bir ayol Hindilar tarafdan bir tutvelindi deb xabar kelgan vaqtning o'zida va shu yerdagi bir mazlum bo'lgan ayol Hajjaj degan bir zolimning borligini bilibdi. Va shu kafir mujrim insonlarning qo'liga tushib qolgan vaqtning o'zida "Voy Hajjaj" degan so'zini haliqi bir beliqchi dehqon anglab qilib Hajjajning qishiga seni ash vaqtda u ayol "Voy Hajjaj meni qutqizib ol" deb to'lidi. Desa anglamaydi amaliyotda u. U Hindiston tarafda, bu Hajjaj Sham tarafda, bu anglamaydi uni. Meni Hajjaj deb to'lidi bu degan ha dedi. Voy şu Hajjaj zalim deb ketdiki, voy labbay hoy singlim dedi. 30 ming kishilik 20 ming kishilik shu kunsam evet etdi. Berib qutuldirib shularni Hindiston, Pokiston diyorlarini islomlashtiryapti. Abbasiylar xalifasidan birisiga xabar keldi. Mu'tasim billah ismi. Voy şu bir ayolni tutib olib, shu tutib olgan vaqtning o'zida, "Va Mu'tasim sen o'zingni xalifa deysan, Müslümanların emiri deyse, bu emir halife degan Müslümanlar qalqan bo'lmamdi va bizni man Yahud Nasaralar mushundaq tutib oldi, men qutqizdiganga adam bormi? Dedi mushundaq dedi deb xabar kelgan vaqtda u anglamaydi Allohni. Va Mu'tasima deganga labbayk. Qo'shin tatdi qarindoshlar. Bu oddiy ish bo'lmagan. Buni shu vaqtdagi Nasaralar zanglik qilib bu ayolni, "Voy sening o Mu'tasimin kelmaydi bu yerga, u kelolmaydi, orliq bash jiroq." Bu xabarni ham yetkazadigan odam yo'q, agar chandi kelib qolsa dedi. Ya'ni kelmaydi deganni zanglashtirib turib aytdiki, agar chandi kelib qolsa bir alichpa atga minib kelib qolarmi dedi. Ma otning ichida alichpasi bo'lish bak taskan. Otning ham oq, ham qorisi bo'lish, alichpa bo'lish nodirkan, ozkan bu. Demak, bu deganlik nimadan derak bo'ldi? Bu xil ot oz yo'q. Ya'ni u sening Mu'tasiminning kelishi uchun mumkin emas. Yo'q, ya'ni yo'qolan odam u kelmaydi. Bu xabar yetgandan keyin ayda dedimi dedi. Ha shundaq degan keyin davlatga butun imperatorlikka alichpaatni yig'ib, ba'zi rivoyatda 400, ba'zi rivoyatda 4000 alichpaatni minib, eng oldida o'zi badi shu yerga qutqizib keldi. Ya'ni qarindoshlar, bu bizning ilgirki salaflar dinning nereden yo'chiq ketganligini bilgan, bayqagan. Agar olimlarimiz bo'lsa, bular dinning, Rasulullohning yoki Allohning qonundan, Rasulullahning sunnatidan ner yo'chiq ketgan bo'lsa, shu yerga darhol
ciddi tuttu bir kitap yazıp ümmetki bunu takip müşen etken. Eğer emir bolsa dinning ne güç ketken bolsa şu derhal askeriyat bu yani etken. Demek her kimning qo'lida dinning güç ketken italaydigan bir narsa bo'ladi qardoshlar. Men eg'izim bilan italishim mumkin. Bu yoq qurol bilan italish mumkin. Bu yoq pul bilan italish mumkin. Bu yoq qalami bilan italish mumkin. Bu yoq duosi bilan italish mumkin. Demek kıyamet günü biz özümüzde bahanasını soruyoruz. Özümüzde bahanasını soruyoruz. Bu dinning yuchqin etishga men eg'izimdan gap qilmasam, bu yoq pulisini chiqarmasa, bu yoq qurolini chiqarmasa, bu yoq qalamini chiqarmasa, bu etilmaydi. Hamma odam bil ittifoq gunohkor bo'ladi. Agar shu etidiganga taqat yetgan miqdorni chiqarib qo'ysak, bu yuchuq etiladi qarindoshlar. Bugun ummatda bo'layotgan kashalmush. Osmanlı xilofati yiqilgandan tortib ummat nima ko'klamaydi bugun? Dinning yuchqin etidiganga adam yo'q. Adam chiqsa, quroli chiqdigini bo'lib qolsa, qalamini chiqarmaydi. Qalamini chiqarib bir yuchqin etay deb qolsa, pulisini chiqarmaydi. Pulisini chiqarsa, qurolini chiqarmaydi. Mushunda qilib bu dinning yuchqi etilmaydi. Bu dinning yuchqi bag'ancha kengayib bu yerdan dushmanlar, islom dushmanlari kirib olgan bir holat shakllandi. Demak bu ig'ir bir majburiyat qarindoshlar. Ig'ir bir majburiyat. Allah subhanahu wa ta'ala mana shunday muborak kechalarda o'qigan Qur'onning barakatlari, qiyomda turgan namozlarimizning barakatlari bilan Allah subhanahu wa ta'ala butun dunyodagi mujohidlarga bir fath nusrat ato qilsin Alloh subhanahu wa ta'ala. Butun dunyodagi mustadaf bo'lgan musulmonlarni Alloh taolo o'zi qutuldirsin. Butun dunyo kofirlarini Alloh subhanahu wa ta'ala biz o'ylagan va o'ylamagan biz bilmaydigan shaklda ularni halok qilsin Alloh subhanahu wa ta'ala. Amin. Ularni xuddi Ad va Samud qavmini qanday haloklar bo'lishini halok qilsin Alloh subhanahu wa ta'ala. Amin. Ularning xotun qizlarini bizning xotun qizlarimizni qul qilgandek qul qilsin Alloh subhanahu wa ta'ala. Ular bizning diyorlarimizni vayron qilgan kabi ularning diyorlarini Alloh subhanahu wa ta'ala o'zi vayron qilsin. Ularning osmonda uçadigan jetlari bo'lsa, osmonning ustida bizning ilohimiz bor qarindoshlar. Ularningki tanklari bo'lsa qarindoshlar. Ularning bombalari bo'lsa, o bombadan kuchli bo'lgan bizning Alloh subhanahu wa ta'ala bo'lgan duoyimiz bor qarindoshlar. Bizning mazlum bo'lgan analarımızın, qeyri bovay momaylarımızın duaları var qarindoshlar. Bizning narisli bolalarımızın duaları var qarindoshlar. Bizning şehit avlodi bo'lgan, bizning şehitning ahllari bo'lgan, bechora mazluma, muslima ojiz-singillarimizning duosi var qarindoshlar. Bu mazlumning duosidan Allohning o'rtasida parda yo'q qarindoshlar. Bu udul tigidi bu. Bu halqi tanki tegmaydi, tankining o'qi ko'miga tegmaydi qarindoshlar, oqib o'tmaydi bu. Aeroplandaki nersimi bu nişan alamaya tegmaydi bu. Lekin mazlumninki zulüm uçurgan mustadaf mazlumninki duası bilen Allah'ın oturuz perde yok bu udul vardı kardeşler. Bunun şek şüphe kılmasak olur yani. Bu Allah subhanahu wa ta'ala özü yaxşı görgen bendige çokum yerden bir dalga hiç kanda kıl sığmaydıgan şekilde işini gerek yani. Şunun bilen Allah subhanahu wa ta'ala bizge fatiha nusratını verir. Biz herkes tereddüt kılıp kalsak olmaydı kardeşler. Biz dua kıldık, acaba neymiş olgandı. Biz mançıcan ribat turbatımız hiçbir aldığım menüş yok bu. Yani bu ikkileniş bulmaydı kardeş. Bu ikkileniş sizi bizge yaman akıbat etkiledi. Bu şek şüphesiz işiniz gerek bunun. İbn Taymiye rahimahullah cengi çıkan günüde bugün biz çokum galiba kılımız dedi. Kişilerden birisi vay şeyh, vay ustaz inşallah den. İnşallah demesiniz bu kanda galiba kılınır da degende ben inşallah degende bulamı bulmaz mı deyip durup demeyim eğer davasam. İnşallah çokum galiba kılımız yani Allah'tan hakikaten galiba kılımız deyip durup şunu inşallah deyme ama bulamı bulmaz mı demeyim. Dervaqqa şu günü galiba kıldı Müslüman. Şunu biz bu dua icabet bulamı bulmaz mı yani? Vatanımız azat bulamı bulmaz mı? Biz kafir üstünde galiba kılamız mı kılmazmız mı? Mandak bilen biz Allah'ın nusreti yaşamayız kardeşim. Biz çokum, bizning büyük bir Rabbimiz var. Tağutning qanchalik ilg'or jasus aeroplanlari bo'lsa, uning ustida Alloh subhanahu va taoloning 600-700 qanotli farishtalar var ve o farishtalar Allah subhanahu va taoloning buyruqlarini bir qantini ling'sib butun koinotni o'ngishib o'tadi qarindoshlar. Allohning izni bilan. Yani şundaq zatga imanımız var deb turib dua qilish, şundaq zatga imanımız var deb turib Qur'onni o'qish, şundaq zatga imanımız var deb turib ribat turishimiz kerak. Shuning bilan biz Alloh subhanahu va taoloning qalbisiga, nusratiga ve bir merhameti erişelim kardeşler. Bunu hiç kanda kıl sıkmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala muş büyük keçilerde her birimizin ötküzgen hatalarımızı afo kılsın. Allah subhanahu wa ta'ala muş mübarek keçilerde bizning kelgüsü bo'lgan işlerimizni bir yaxshilik ustida kılsın Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünya kafirlerini halak kılıversin. Allah subhanahu